Так, всем здравствуйте, ассалому алейкум. Nima bo'lyapti, nimaga ishim yurishmayapti degan narsa. Для тех, кто на узбекском, o'zbekcha so'raganlar uchun. Я на двух языках буду говорить также. Так, 3 variant. Nimaga ishim yurishmayapti, nima bo'lyapti. Так, birinchi variant. Nimaga ishim yurishmayapti? Почему у меня затор? Почему мне ничего не получается? Так, по первому варианту могу сказать, прям точка, единственная жирная точка ставится в том, что вам нужно читаться. Qaytarma qilish degan ish, yo'llaringiz yopiq polностью. Bu yerda degan faqat nima deydi, nimaga imенно qaytarma deysiz, unday bunday degan narsani yig'ishtirib eshitaman desangiz eshitinglar, bo'lmasa yig'ishtiringlar. Menga degan keyin telefon qilib faqat qaytarma deysizlar. Menga farqi yo'q. Ishingiz yurishmayapti. Yo'llaringiz yopilgan, shuning uchun qaytarma qiling. Birinchi variant bo'yicha shunaqa. Первый вариант только чистка, потому что кто-то тут вам хорошо насолил и не собирается отступать. Так, второй вариант о чем говорит? Разрушение всего финансового канала, и это то же самое, но здесь больше я могу сказать, что вы заврались. Здесь получается, вы сами себя обманываете, сами себе делаете много минусов, и поэтому это то, что вы заслуживаете. Nimaga ishim yurishmayapti? Так, birinchidan o'zingizda muammo. Shunaqa yolg'on ko'p gapiradigan bo'lib qolgansiz, o'zingizning ichingizdan o'zingiz chiqolmayapsiz. Lekin hamma narsang o'zining nimasi bor. Hozirgi variant nima uchun ishim yurishmayapti? Odamlar kamroq aldab, o'zingizga o'zingiz javob bera olmaydigan bo'lib qolgansiz. Shuncha yolg'on gapirgandan уже nima deganingiz ham esingizda yo'q. Shunaqa. Qaytarma qilaman desangiz ham, nima qilsangiz ham больше psixolog нужен. Yolg'on gapirmangda, o'zingizga o'zingiz javob bering. Слишком много проблем. Так, третий вариант о чем говорит? Третий говорит о том, что вы много мечтаете, надеетесь на кого-то, что-то кто-то вам должен. Еще раз повторяю, в этой жизни никто, никому, ничего не должен. Сами встали, жопу подняли и пошли. Так, uchinchi variant. Birovdan birov qilib berish kerak, shunga aytgan edim, shunga ishongan edim degan narsani yig'ishtirib ko'tingizga ko'tarasizlarda, o'zingiz ikkita oyog'ingiz bilan yurasiz, hamma narsani o'zingiz qilasiz. Hech kim hech nima qilib bermaydi. Arzu-havaslaringiz normalniy, lekin yotib olib shuni qilsin, buni qilsin degan narsa ulinma to'g'ri kelmaydi. Bu yerda ko'proq muammo o'zingizda. Nima uchun? Unga aytgan edim telefon orqali. Telefon emas, ko'tingni ko'tarda, borib один на один gaplashib kel. Нельзя так делать. Тет-а-тет надо поговорить с человеком, договориться, а не ждать. Я ему позвонил, я ему там отправил. Пошел нахрен, скажет каждый. Если тебе нужно, сам придешь. Это такое время сейчас. Так, всем удачи, хамага.